Bu uy yuragini ko'rsatib ketmasam bo'lmaydi. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zingizlar baho berasizlar. Santexnik akalarimiz 20 yilga yaqin biz bilan ishlashadi. Ularning qo'llarini gulligi, bularning chiroyli ishlari bizga ma'qul ancha yildan beri. Uy qurayotganingizda eng uy yuragi bu santexnika bilan elektrika bo'ladi. Adashib qolmanglar. Shunga bitta baho berib olasizlar. Men bittalab tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, topli pollarimizni nasoslari turadi, batareyalarnikida ikkita kotel, накопитель, расширительный, boiler, suvki, basseynli filtri, tokimizga shit, internetimizga alohida joy, stabilizator alohida, grebенка, suvlarimizni antalash, sho'tchilarimizni alohida, kir mashinaga to'chka qoldirganmiz. Mana shu kichkinagina kompaktli joyga sizlar baho berib olasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolisa aloqadamiz, uy qurayotganingizda ehtiyot bo'lasizlar. Bu uy yuragi. Xudo xolisa xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha maslahat ham beramiz, maslahatimiz mutlaqo tekin. Sog' bo'lasizlar.